Sadulla hali hamon o'sha rasvo videolarni ko'rishda davom etardi. Lekin birdaniga ko'zi videoga tushdi va so'kinishga tushib ketdi. U o'zi yaxshi bola, lekin ba'zida o'ylanib qoladi. To'g'ri qilyapmanmi yoki yo'qmi? Hammasiga sabab sifatida biz albatta bu Lipton Ice Tea'ni ko'rsatamiz, malinali. Uni ko'p ichib yuborgandan keyin ba'zi bir odamlar uni ko'tara olmasligi mumkin. Ba'zilar kay bo'lib qoladi, miya saynaydi. Balki bizning Sadulla ham o'shalar qatoridandir. Uni nima bilandir izohlash qiyin. Shuning uchun ham bizning qahramonimiz hali hamon o'sha bo'lmag'ur videolarni ko'rishda davom etar edi. Atrofda esa mashinalar ko'p, mana ko'rib turganingizdek. Hattoki ustalar ham ishlamoqda. Va bugungi ikkinchi qism tamom.